Murabbiy, bola va ota-ona bir komanda. Bir jamoa. Nima uchun murabbiy, shogird va ota-ona bir jamoa deb hisoblanadi? Chunki ota-ona va murabbiy bolani o'sishga yordam beradi. Ana endi shu jamoani har bitta ishtirokchini rolini biz o'rganib chiqamiz. Jamoadagi murabbiyning vazifasi. Murabbiy bolani shug'ullantiradi, sabr va mehnatga o'rgatadi. Yutqazishni, to'g'ri qabul qilishni va xulosani o'rgatadi va o'z kuchiga ishonishga yordam beradi. Ikkinchi, ota-onaning vazifasi. Ota-onaning vazifasi har doim bolani qo'llab-quvvatlash, yonida turish va heyterlarni ishlarini bajarmaslik. Har doim bolaga yordam berib, podдержка qilib turishi shart. Agarki murabbiy va ota-ona bir yo'nalishda yo'l bosmasa, bola hech qachon o'zgarmaydi va o'smaydi. Murabbiy va ota-ona bir fikrda bo'lsa, bir tomonga yo'l bossa, bola o'sadi. Shu sportchi sport zalga kelgan paytda, mashg'ulot paytiga murabbiyning gaplarini eshitib va tinglaydi va shu fikr bilan uyga qaytadi. Agarki ota-ona murabbiy gapirgan gapini to'g'ri yo'naltirib, shu gapni gapirmasa agar, bola orqaga qaytadi va o'z fikridan qaytishi mumkin. Bu esa o'sishga to'sqinlik qiladi. Agarki murabbiy va ota-ona bir fikrda, bir yo'nalishda gapirsa va bolalarga tushuntirib yo'lini ko'rsatsa agar, bola tez orada o'zgarib, yaxshi natija ko'rsatishga qodir bo'ladi. Agarki murabbiy bir fikrda bo'lsa, ota-ona boshqa fikrda bo'lsa va har bittasi o'z tomoniga bolani tortsa agar, bola o'rtada qolib ketib, juda katta qiyinchiliklarga duch keladi. Chunki ikkita olovning o'rtasida qolib ketgan yosh sportchi qaysi birini tanlashni bilmay qoladi. Murabbiy, sportchi va ota-ona bir jamoa bo'lishi lozim. Aks holda yuqori natijalardan umidlaringizni uzing. Agar siz boshqa fikrda bo'lsangiz, o'z fikringizni izohda qoldiring.